Voy to'xting, o'zim sipiraman. Hech nima qilmaydi, olib kel. Oyijon bilib qolsalar urishadimi? Tez sipirib uyga kirib ketaman. Bor uyga kir. Yangi kuyov bolani ahvolini qaralaring-ku. Ko'cha sipirib yuribdi. Bolalar, qaralaring, lozim ishdan kelyapti-da. Bugungi temani zo'ri topilibdi-yu. Maharga povotini ham beryapti, bola paqa. O'zi qani, unaqa ustidan kulmalaring. Men sun'iy intellekt deb o'yladim. Ya yo'q, o'zim oldim. Bitta ko'yni yetishmayapti-da. Ana, o'zi keldi. Shu qilgan ishingdan xursandmisan endi? Lozim ishtoningizga yechib kelibsiz-da, kelib boshqa. Lekin erkakning ishini qilmading. Bitta gap aytaymi? Ertalab sen ham erkak ishini qilmayapti deng, G'ezali. Uyim oldida zavod bor. Ertalab tong saharda juda ko'p erkak kishilar o'tadi. Nima har bittasiga xotin oldim deb reklama qilib olib chiqib ko'rsatishim kerakmidi? Menga qara. Bu narsani tushunish uchun unaqa katta fahm farosat bo'lish shart emas. Agar seni nazlingda xotinini himoya qilish Xezalikning ishi hisoblansa, men o'sha Xezalikman. Lekin senga o'xshab xotinchalik qilib, orqadan gap chaynab, krisaga o'xshab videoga olib gruppalarga tashlab yuborish erkakning ishi bo'ladigan bo'lsa, unda sen o'zi erkak bo'lib qo'yaveraqa. Tak что yaxshi o'tiringlar. Erkaklar.